Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlarni yangi kanal Davlat xizmatlari yo'riqnomasi kanalida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bu kanal siz, ya'ni kim O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun mo'ljallangan. Bizning maqsad MyGov.uz platformasi orqali ko'rsatilayotgan davlat xizmatlarini sodda, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirib berishdir. MyGov.uz orqali ariza berish, to'lov qilish, xizmat tanlash misollari videolarimiz davomida siz uchun qulay bo'lgan qo'li telefoni va kompyuter orqali vizual ko'rsatiladi. Endi siz o'z uyingizdan chiqmagan holda hujjat topshirishingiz, ariza yuborishingiz yoki ma'lumot olishingiz mumkin. Vaqt eng qimmat boyligimiz. Biz esa sizning vaqtingizni tejash uchun xizmat qilamiz. Demak, agar siz ham davlat xizmatlaridan tez, oson va to'g'ri foydalanishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Biz bilan birgalikda har bir xizmatni bosqichma-bosqich o'rganing va yangiliklardan xabardor bo'ling. Hozirgacha davlat xizmatlarini uydan turib bajarmagan bo'lsangiz yoki shunga ehtiyoj tug'ilmagan bo'lsa ham obuna bo'lib qo'yishni taklif qilamiz. Sababi raqamlashayotgan zamonda bu sizga kelgusida albatta asqotadi. Bu kanal sizning ishonchli yo'ldoshingiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.